Qardoshlar mana eski Nasaf stadioni mana. Stadion tarafga borma, qarang, bu tarafdan. Mana bu ko'rinib turgan bino suv sporti. Oldingi videomda tashlaganman suv sporti. Shuni arkasida mana eski Nasaf stadioni, eski Nasaf. Mana bolalar shu yerda shug'ullanadi. Mana sport o'yinlari markazi. MMA markazi ko'rinib turibdi. Mana bu arqa tomonda yotoq joyi bor ekan. Viloyatlardan kelgan bolalar mana yotib shug'ullanadi. Hamma narsasi ichida. Yotoq joyi, ovqati. Hali sekin-sekin o'qituvchilardan, trenerlardan intervyu olamiz. Sekin-sekin YouTube'ga joylab boraman. Mana boks zali, mana bu yerda. Arkasida katta kurash zali bor ekan. Mana fontanlar otilib chiroyli bo'lyapti. Hali ichkarilarni ko'rsatishga harakat qilaman, sekin-sekin. Endi birdan bo'lmaydi hammasi. Ishlayotgan vaqtlari ko'rsataman nasib bo'lsa. Mana bolalar shug'ullanyapti. Kim bolalarni qo'ymoqchi bo'lsa mana kelaversin. Bemalol yotoq joy bilan ta'minlaydi, issiq ovqat bilan ta'minlaydi. Mana shunaqa joylar. Mayla suv sporti. Stadioni bor, mini stadionchasi bor, uzoqda endi. Olib ko'rsataman hali. Keyinroq sekin-sekin qo'yib boraveraman. Kimga qiziq bo'lsa kelaverasizlar. Ko'p emas, sekin-sekin mana shunday bekorchilikdan qo'yib boraveraman. Eski stadionimiz, Nasaf stadioni. Mana stadionimiz yaqindan olinayotgan jarayoni. Bu yerda ham trenerlari bor, shug'ullantiradi bolalarni, kekpolojni. Shu suv sportini ham boshqanasida. Suv sportini ham boshida mana. Stadion sug'oryapti. Sug'oryapti stadionni. Yam-yashil bo'lish uchun. Allohga shukr, prezidentimiz ish qilib sportga juda katta e'tibor beryapti o'rtoqlar. Bu juda yaxshi, a'lo darajada bo'layotgan ishlardan bittasi. Mana bolalar. Kelajak avloddan yaxshi nimalar kutib qolamiz. Allohdan tilab qolamiz.